Yangi qizil piyoz dunyo bo'ylab sotuvga chiqdi. Rossiya bug'doy eksportida dunyo bo'yicha yetakchilikni saqlab qolmoqchi. O'zbekiston delegatsiyasi Italiyaga borib, yangi hamkorlik kelishuvlariga erishdi. Vazir Sirdaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlariga tashrif buyurdi. O'zbekiston 3,8 ming tonna quritilgan o'rik, 12 ming tonna quritilgan olxo'ra eksport qildi. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. O'tgan hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Biz boshladik. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2025-yilning yanvar-mart oylarida xorijga qiymati 5 million AQSh dollariga teng bo'lgan 3762 tonna quritilgan o'rik, 16,3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 12 ming tonna quritilgan olxo'ra eksport qilgan. Bunda asosiy xaridorlar Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Sirdaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridagi bir qator hududlarda amalga oshirilayotgan mavsumiy ishlar samaradorligini o'rganish maqsadida fermer xo'jaliklari va agroklasterlar faoliyati bilan tanishdi. Tashrif davomida ekin maydonlarida yetishtirilayotgan xorijiy paxta va g'alla navlarining hozirgi holati o'rganildi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikalarini qayta modernizatsiya qilish, agroxizmatlar ko'rsatish markaziga tegishli binoni rekonstruksiya qilib, u yerda qo'shimcha laboratoriyalar tashkil qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Vazir tashrif chog'ida mas'ullarga ilmiy asosda tanlangan loyihalarni to'g'ri tatbiq etish bo'yicha bir qator vazifalarni topshirdi. Shuningdek, vazir Ibrohim Abdurahmonov Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida joylashgan Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tajriba maydonini ko'zdan kechirdi. Mazkur maydonda qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan g'allachilik sohasiga bag'ishlangan respublika ko'rgazmali o'quv amaliy seminari o'tkazildi. Unda seleksiya ishlari, ilmiy innovatsiyalar, yangi bug'doy navlarini yaratish, ularni mahalliy agroiqlim sharoitlariga moslashtirish hamda amaliyotga joriy etish borasidagi tajribalar keng muhokama qilindi. Institut olimlari seminar davomida ishtirokchilarga ilg'or tajriba maydonlaridagi holat, urug'lik g'alla maydonlarida olib borilayotgan aprobatsiya ishlari, ya'ni yangi navlarning biologik va agrotexnik xususiyatlarini chuqur o'rganish, ularning muayyan agroiqlim sharoitlarida qanday natija berishini baholash jarayonlari haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Tadbir doirasida tashkil etilgan amaliy ko'rgazmalar orqali yer unumdorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash hamda hosildorlikni ko'paytirishga qaratilgan zamonaviy agrotexnik usullar namoyish etildi. Qayd etish lozimki, ayni vaqtda institut dalalarida dunyoning 122 ta turdagi va mahalliy 5000 dan ortiq bug'doy navlari sinovdan o'tkazilmoqda. Bu esa O'zbekistonda g'allachilikda ilmiy yondashuv va xalqaro tajribani uyg'unlashtirish orqali agrar sohaga yangi texnologik bosqichni tatbiq etish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Vazir jarayon davomida institutga qarashli tajriba maydonlarida amalga oshirilayotgan zamonaviy agrotexnik amaliyotlar bilan ham tanishdi va bu kabi innovatsion yondashuvlarni boshqa hududlarda ham joriy etish yuzasidan tegishli topshiriqlar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov va Vengriya Respublikasining xalqaro biznes aloqalarini rivojlantirish bo'yicha elchisi, shuningdek, Yevropaning telekommunikatsiya sohasidagi yetakchilaridan biri 4IG kompaniyasi rahbari Gilert Yasay boshchiligidagi delegatsiya vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Vengriya texnologiyalari va tajribasini mamlakatimizda joriy etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, mazkur yo'nalish bo'yicha aniq takliflarni ishlab chiqish va istiqbolda ushbu yo'nalishda mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olindi. Qishloq xo'jaligi vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh delegatsiya a'zolari Italiyaga tashrif buyurib, Italiya qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari bilan uchrashdi. Muloqotda asosan O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sug'urtasini joriy etish va qishloq xo'jaligi risklarini boshqarish masalalari tahlil qilindi. Shuningdek, xorij tashkilotlarining moliyaviy ta'minot mexanizmlari, xavf
xavf-xatarlarni oldindan bashorat qilishda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni qo'llash tajribasi ham alohida o'rganildi va rasmiylar tomonidan O'zbekistonning agrar sektorida qishloq xo'jaligi sug'urtasi tizimini takomillashtirish borasida Italiya tajribasini joriy etish, turli risklarni boshqarishning raqamli platformalarini yaratish hamda loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan kelgusi rejalar belgilab olindi. Qishloq xo'jaligi vazirligida Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash va sohaga oid bilimlarni oshirish dasturining navbatdagi loyiha boshqaruvi qo'mitasi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov, Yevropa ittifoqi delegatsiyasi vakillari, qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi hamda vazirlik tizimidagi tashkilotlar rahbarlari ishtirok etgan mazkur yig'ilishda shu vaqtga qadar erishilgan asosiy natijalar, duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan batafsil hisobotlar taqdim etildi. Loyiha boshqaruvi qo'mitasi tomonidan kelgusi bosqichda amalga oshiriladigan ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi. Yakunda ishtirokchilar o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga kelishib oldi. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi direktori Shuhrat Otajonov boshchiligidagi tizimdagi bir necha ilmiy muassasalar rahbarlaridan iborat delegatsiya Ozarbayjon Respublikasiga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida qishloq xo'jaligi sohasidagi ilmiy tadqiqot tashkilotlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, tajriba almashish va yangi ilmiy loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi va milliy markaz tizimidagi sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti hamda Ozarbayjon Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi qoshidagi sabzavotchilik ilmiy tadqiqot instituti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. BASF kompaniyasi yangi yuqori hosilli qizil piyoz navini bozorga chiqardi. Mazkur navning asosiy afzalliklari un shudring kasalligiga chidamliligidir. Shu bilan birga u boshqa piyozlardan hosildorligi bilan farq qiladi. Bu nav turli iqlim sharoitlariga yaxshi moslasha oladi. Piyoz urug'larini noyabrdan yanvargacha ekish, hosilni esa may oyining oxiridan iyun oxirigacha yig'ib olish mumkin. So'nggi 4 yil ichida AQShdan Meksikaga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib berish hajmi 65% ga oshdi. Hozirda AQShlik ishlab chiqaruvchilar Meksikadagi go'sht, parranda mahsulotlari, sut, yarim tayyor mahsulotlar va donli ekinlarga bo'lgan ortib borayotgan talabni qondirish uchun yetkazib berishni faollashtirmoqda. Masalan, o'tgan yilda AQShdan Meksikaga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti 31,4 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiya dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi sifatidagi mavqeini saqlab qolish va yil oxirigacha 54 million tonnadan ko'proq bug'doy eksport qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqida mamlakat qishloq xo'jaligi vaziri Oksana Lut jurnalistlarga ma'lum qildi. Biz buni kutmoqdamiz. Yil yakuni bo'yicha bu ko'rsatkichni saqlab qolishni rejalashtiryapmiz, lekin barchasi yakuniy hosildorlikka bog'liq bo'ladi, dedi vazir. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya 2025-2030 yillar oralig'ida eksport hajmini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Eslatib o'tamiz, fevral oyida Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi 2023-2024 yillarda mamlakat tashqarisiga jami 72 million tonna don, jumladan 54 million tonna bug'doy eksport qilganini e'lon qilgan edi. Bu Rossiya uchun tarixiy rekord hisoblanadi. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.